baxtsiz falokat sababli bola ayanchli o'lim topdi. Ijtimoiy tarmoqlarga Sitora Alimjonova haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Sirdaryoda 14 yoshli o'smir cho'kib ketdi. Bolaning jasadi oradan bir kun o'tgach, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi g'avvoslari yordamida kanaldan olib chiqildi. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida 14 yoshli yigit kanalga cho'kib ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 18-may kuni Mirobod tumanida Oydni Mefeyi hududida oqib o'tuvchi Do'stlik kanaliga cho'milish uchun borgan 2011-yilda tug'ilgan A.X. ehtiyotsizlik sababi oqibatida cho'kib ketgan. Alimjonova ko'pchilik Gollivud yulduzlari kabi o'z kosmetikasini brendiga ega. Sidora tabiat bilan hamnafas. Koreyada ishlab chiqariluvchi aktrisaning opasi Dildora Hoshimova bilan birgalikda asos solgan kosmetika brendi bor degan video lavhalar tarqaldi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.